hurmatli yurtboshimizni sa'y harakatlari bilan, rahbarlarimizni sa'y harakati bilan Rossiya bozorlarida Novosibirsk oblastida Aziya-Sibir bozori, Omskda ochilgan yangi bozorlarga hurmatli negativchilar, biz nima taqdim qila olamiz? Nima mahsulot taqdim qila olamiz? Sifatsiz, o'qlangan, dunyo talablariga javob bera olmaydigan mahsulotni jo'natamizmi? Kecha-yu kunduz tashabbus bilan chiqishyapti rahbarlarimiz. Biz o'zimizni yangi bozorlarga, yangi ochilayotgan bozorlarimizga chiroyli, yaxshi qadoqlangan, sifatli mahsulotni olib chiqish ustida qattiq harakat qilishyapti. Aytinglar negativchilar, biz bu bozorlarga nima taqdim qila olamiz? Sifatli mahsulot bo'lmasa, yana boshqa davlatga beramizmi yangi ochilayotgan o'zbek bozorini? Mana hurmatli negativchilar, biz o'zimizni o'qlanmagan, tagi teva kalibri bir xil, sifatli qadoqlangan va dunyo talablariga javob beradigan mahsulotni O'zbekistonimizda xalqimiz, millatimiz yetishtirib shu bozorlarda sotilishligi uchun hurmatli prezidentimiz va rahbarlarimiz bizga keng sharoitlar va qulay sharoitli bozorlarni yaratib beryapti. Bu bozorlarga biz sifatli yaxshi mahsulot chiqara olishimiz kerak. Yana aytaman, hurmatli negativchilar, sizlarga savol. Shunaqa yomon mahsulot bilan biz dunyo bozorini zabt eta olamizmi?